16 yoshli bir qiz dadasidan so'radi. Dada, 18 yoshga kirgan tug'ilgan kunimda menga nima sovg'a qilsa? Vaqti kelganda bir gap bo'lsin, dedi dadasi. Bir yil o'tdi. Qizim 17 yoshga kirib qoldi. Bir kuni tuyuqsiz og'rib qoldi. Dadasi uni doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga olib keldi. Doktor, "Apandim, balangizning yuragida ig'ir masala bor ekan", dedi. Kesal karvitidagi qiz dadasidan so'radi. "Doktorlar meni o'lib ketdi", dedimu. Dadasi yig'lab ketdi. Oxiri qiz 18 yoshli tug'ilgan kunida doktorxonadan chiqdi. Uyga qaytib kelib, karvitida dadasi qoldirgan bir parcha xatni ko'rib qoldi. "Qizim, sen bu xatni o'qigan vaqtingda doktorxonaning ishlari yurishib ketgan bo'ladi. Mendan 18 yoshga kirgan tug'ilgan kuningda nima sovg'at qildiganligini so'rag'ini yodingda bormi? Sana yuragimni sovg'a qildim jinim qizim. Tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin." Shundoq dada qizining tug'ilgan kunida yuragini sovg'a qilgan edi. Sig'inishning o'zimi bir xil muhabbat. Putumga begis kirsa, yuragim mix sanjildigan kishi dal mening ana shu oddiy birdan bir g'amguzorim edi. Bir tal muyumimi zahmi yetib qolishini xohlamaydigan dadam meni shunchalik darajada asraydigan, qo'g'daydigan kishi edi. Meni qon qilib beshiga olg'ini dal mening dadam malikadek yashang deganim ham shu. U har bir qiz qalbidagi xosiyatli odam.